Кокос. Kokos. Кокос. Kokos. Что тут кокосы опять? Shuna qilib Vyetnamdagi Fukok orolimizda sayohatimiz boshlandi. Okay, let's go. Fukok oroliga kelishim bilan уже transport tayyor bo'lgan ekan. Sirazu o'tirib, qo'limga kamerani oldim va hamma joyi videoga olishni boshladim. Bing Wonders degan parki va dengiz ham shundoqqina yonida ekan. Shashlik bilan osh qidiraman deb restoranga borsam, u yerda faqat dengiz hayvonlari bor ekan. Och qolmaydi deb bordim. Ovqatlanib bo'lgandan keyin biz otel ichida yuradigan golf karga o'tirdik va u bizani villaga borib qo'ydi. Say hello for my followers. Hello. Еще кокос. Bu yog'ini mana ko'zim bilan ko'rasizlar. Ну, в общем, вот так выглядит наша вилла. Ну что ж, посмотрим, что внутри. Блин, дверь закрыта. Вау. Сейчас покажу свою комнату. Вот она. О, king size. Что тут, Давид? О май гад. Что тут? Вау. Ага. Еще кокос. Kokos. Ну что ж, дорогие мои, мы в острове Фукок, Vyetnam. Shu gapni aytib, sirazi plyajga qochib bordim. Hamkasblarim xavotir olmasin deb ularga Telegramdan video сообщение jo'natib qo'ydim. Добрый день, коллеги. Хотел вам пожелать продуктивного дня и хороших настроений. Пока, на связи. Ой, как это выключить? Как можно? Блин, что за кнопка? Что тут, кокосы опять? Keyin shu kokoslardan bittasini olib, dengiz bo'yida kadr olishni boshladim Instagramni gullatish uchun. In this life I gotta get rich, I can't be broke. I was asking favors and everyone telling me no. Wait till the tables turn. Aylanib qarasam, Bounty'ni reklamasiga o'xshaydigan joylar bor ekan. O'shda ham borib kadr oldim. Мы в острове Фукок, Вьетнам. Ozgina gidrotsiklda sayr qilib, quyosh botishini ko'rishga bordim. Manzaradan bahramand olib, obunachilar ham ko'rsin deb bir ikkita kadr oldim. Isn't it lovely? Alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Shuna qilib birinchi kunimni o'tkazib, kechki ovqatlanishga ketdim. Fukokda ikkinchi kunimni skuter olib, bozorlik qilaman deb aylanishga ketdim. Ozgina aylanib, Fukok ko'chalarini videoga olishga qaror qildim. Сейчас я еду на базар. Speak English? Do you speak English? How? Okay. I'm shooting video. Instagram video. Okay? Opa bilan gaplashib, g'ayrioddiy mevalarni ko'rib, boshqa joyga ketdim. Поторговались, в общем, по-узбекски. Но скоро заберу у него. Mahalliy aholining ko'p qismi ingliz tilini tushunmas ekan. 40 minut yo'ldan keyin bitta magazin topdim. No magazinda telefonni bolacha uxlayotgan ekan, o'shaning uchun sirazi orqaga qaytdim. Keyin esa yo'lda suvenir do'konini ko'rib qoldim, o'shga kirib ozgina suvenir oldim. 1 soatdan keyin Noloch mahalliy tilda gaplashishni boshladim. Selgao. Дай лайк आएगी. Okay. Taigao? Kanya. Okay, thank you. Само. Так, по вкусу напоминает хурму. Сейчас тут торгуюсь, короче, много чего купил. Теперь пора дома делать шопинг. Bilishingiz uchun bu ham uy, ham do'kon ekan. Ichiga kirdim, ozgina video olaman deb bo'pti deb ruxsat berdilar. Вот такой выход, и тут продают
А тут дом живут. So, thank you. Yengillik bo'lsin deb ko'chada ovqat yeyishga qaror qildim. Ta'mi shunaqa yoqmadi. Xaladisga o'xshar ekan. No. 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 Это, не знаю, на вкус напоминает жир. Càng miếng thì ngon. No. На. Все. Trời ơi. No like it. Keyin rosa chanqadim. Yo'lda qarasam bitta opit turgan ekanda va o'zini ta'min bo'yicha qilib berdim. Не знаю, что попробую. Манго с чем-то. Вкусный. Keyin bilsam mango bilan sutni aralashtirib va ichiga yog' qo'shib bitta bir ajoyib ta'm qilib bergan ekan. Это, короче, по-нашенски махалля. Везде едут на таких скутерах. Va bu mahallalarning ichida hech qanaqa baland binolar bo'lmas ekan, faqatgina bizdagi uchastkalarga o'xshash joylar ekan. Ahamiyat bermaysizlar, yo'lda Instagram uchun yana bitta kadr olib qo'ydim. Я не знаю, зачем они это делают. Undan keyin kechki ovqatga Adelga keldim va hamkasblarim xavotir olmasin deb Telegramdan video сообщение tashlab qo'ydim. Добрый вечер, коллеги. Хотел вам пожелать хороших настроений и мягких посадок. Пока, на связи. Ой, как это выключить? Боже мой. Так, сейчас. Va bu orolda so'nggi kechamni plyajda dengiz ovozini eshitib o'tkazdim. Shunaqa qilib 2 kunimni Fukuoka orolida o'tkazdim. Agar videom sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlardan like, podpiska. Dunyoni birgalikda ko'ramiz. E'tiboringlar uchun rahmat.